Manchester City muxlislari Husanovni tanladi, ammo sovrin boshqaga ketdi. Angliyaning Manchester City klubi aprel oyining eng yaxshi futbolchisi uchun o'tkazilgan so'rovnoma natijalarini e'lon qildi. Abduqodir Husanov muxlislar ovoz berish jarayonida katta farq bilan ustunlik qilishiga qaramasdan, yakuniy qarorga ko'ra aprel oyining eng yaxshi futbolchisi sovrini jamoa akademiyasi tarbiyalanuvchisi 21 yoshli Niko O'Reyliga topshirildi. Husanov uchun aprel oyi nihoyatda sermahsul o'tdi. U jamoaning 4 ta g'alabali o'yinida to'liq maydonda harakat qildi. Husanov Byornliga qarshi bahsda o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Niko O'Reyli esa aprel oyida 5 ta o'yinda maydonga tushib, o'z hisobiga bitta gol va bitta assistni yozdirib qo'ygan. Ma'lumot o'rnida Abduqodir joriy mavsum 2 bor, yanvar va mart oylarida Cityning oydagi eng yaxshi futbolchisi sovrinini qo'lga kiritgan. Bunday natijaga faqatgina 2 futbolchi erishgan bo'lib, ikkinchisi aynan Niko O'Reyli hisoblanadi. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Oyning eng yaxshi futbolchisi Abduqodir Husanovmidi yoki sovrin o'z egasini topdimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va Anhor Uzni kuzatishda davom eting.